Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan yurtimiz bo'ylab do'stlik festivali keng nishonlanmoqda. Ana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar viloyatimizning shahar va tumanlarida ham yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz Termiz shahrida o'tkazilgan festival tafsilotlari haqida tayyorlangan. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari ahil va inoq bo'lib yashab kelmoqda. Ularning milliy qadriyatlari, urf-odat va an'analarini asrab-avaylash, madaniy merosni rivojlantirish maqsadida yurtimizda 157 ta milliy madaniy markaz faoliyat yuritmoqda. Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan Termiz shahar madaniyat uyida do'stlik festivali bo'lib o'tdi. Unda milliy madaniy markaz rahbarlari va faollari, davlat hamda jamoat tashkilotlari vakillari, turli millat va elat vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimizda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash, do'stlik, hamjihatlik va o'zaro hurmat g'oyalarini keng targ'ib etish har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini alohida ta'kidladilar. Do'stlikda gap ko'pda, xalqlar do'stligi bu hozir davlat siyosatiga aylangan. Hurmatli prezidentimizni mana shu tashabbuslari bilan mana shu bayramga nihoyat e'tibor beriladi. Festival doirasida o'tkazilgan Do'stlik ohanglari nomli gala konsertda turli millat va elat vakillari milliy kuy-qo'shiqlari va jozibador raqslari bilan ishtirok etib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdilar. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan namoyish etilgan sahna ko'rinishlari yangi O'zbekistonda qaror topgan millatlararo totuvlik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitining yorqin ifodasi bo'ldi. Do'stlik kunlariga bag'ishlangan haftalik rejasi asosida bo'ldi. Nihoyatda mana shu o'sha qatnashadigan yoshlar ko'plari bir muhabbat bilan, bir mehr bilan o'sha qo'shiqlarni aytib o'tdi. Bizni o'sha bir-biriga xalqlar munosabati nihoyatda yaxshi. Bu hammasi o'sha bayramlarni o'tkazishimizga, masalan, urf-odatlarimizni bir joyda ko'rsatishga hamma vaqt qo'l beradi. Aytish kerak, bu kabi tadbirlar turli millat va elat vakillari o'rtasidagi o'zaro ishonch, hamjihatlik va do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga, yurtimizda tinchlik va barqarorlikni asrashga xizmat qilmoqda.